160 newton degan javob bo'ladi. Ya'ni javobimiz D bo'ladi. 5-savol. 33, 34, 35 bir-biriga bog'liq bo'lgan savollar. Chizmadagi umumiy qonuniyatni tasvirlab olamiz. Ya'ni m masali jism bor, 2m masali jism bor. Qaysi yo'nalishda harakat bo'ladi? Albatta 2m masali yo'nalishda harakat bo'ladi. Ya'ni pastki tomon 2ma tezlanish bo'ladi. Taranglik kuchi bularni yuqori ko'taradi. Bu taranglik kuchimiz T1 deb belgilanibdi. O'z-o'zidan bu tarafimiz ham T1 bo'ladi. Xususan yuqoridagi jismimiz ma tezlanish bilan o'ngga harakatlanadi. Ishqalanish kuchi bo'ladigan bo'lsa, orqaga yo'naladi. Taranglik kuchimiz, ya'ni qo'shimchasiga T2 taranglik kuchimiz ikkinchi blokdagi uni ham orqaga tortadi. Bu tarafdagi taranglik kuchimiz m jismni yuqoriga ko'taradi. Yuqoriga yana ma tezlanishimiz mavjud. Pastga bosadi. Og'irlik kuchimiz mg. Bu yerda ham og'irlik kuchimiz bor edi. 2mg. Barcha kuchlarni tasvirlab oldik. O'zimizdan nominalar sonimiz 3 ta, tenglamalar sonimiz ham 3 ta bo'ladi. 1, 2, 3. 3 ta sistemamiz mavjud. Sistemani yechib olamiz. Demak, 2m masala jismni sistemasi bo'ladi. 2ma barobar 2mg minus T1 ga. O'rtadagi jism sistemasi ma barobar T1 minus T2 minus F ishqalanishimiz, ya'ni mu mg. Uchinchi sistemamiz ma yuqoriga, T1 yuqoriga, mg pastga. Birinchisi bilan uchinchi sistemani qo'shib olamiz. Qo'shib oladigan bo'lsak, bu yerda T2 qo'shib olamiz. Qo'shib oladigan bo'lsak, 3ma barobar T2 minus T1 plus mg kelib chiqadi. T2 minus T1'imizni bu yerdan topib, o'rniga olib kelib qo'yamiz. T2 minus T1'imizni bu tarafga o'tkazsak, ma minus bo'lib bu tarafga o'tadi. O'rniga qo'yaman. 3ma barobar minus ma minus mu mg minus plus mg. Masalalar hammasi yechib ketadi. 4a barobar j minus mu j ga. Ya'ni bu yerdan kelib chiqadi. A barobar 1 minus mu j taqsim 4 ga. Ya'ni 1 dan 0 ni ayirsak 0,8 bo'ladi. J ko'paytirsak 8 bo'ladi. 8 ni 4 ga bo'lsak 2 metr taqsim sekund kvadrat degan javob kelib chiqadi. Ya'ni 33 ning javobi B bo'ladi. 34. T2 ni toping debdi. T2 taranglik kuchimizni 3-sistemadan topib oladigan bo'lsak, mg plus a ga massamiz 10 kg edi. J ga a ni qo'shadigan bo'lsak 12, ya'ni 120 newton. 34-savolimizni javobi 120, ya'ni F bo'ladi. 35-savolimiz T1imiz teng bo'ladi 2ma. Ya'ni mana bu yerdan topadigan bo'lsak 2ma ko'paytiraman 10 ga, j minus a. J imiz 10 ga teng, a imiz 2 ga teng. Ayirmasi 8 ga, 8 kare 20, 160 newton degan javob bo'ladi. Ya'ni javobimiz D bo'ladi. 5-savol.